40 yildan beri masjidda domlaman. Yaqinda bir voqea bo'ldi. Yaqinda huzurimga bir guruh odam keldi. Bir ayol, 3 qiz, qizi, 2 kuyov va 2 ta nabira. Badavlat odamlar. Haligi onaxonni 3 qizlari bor, 2 o'g'illari bor. Yaxshilab eshitib turasizlar. 3 qiz, 2 o'g'il. 2 kuyov bor, bitta kuyov vafot qilgan. Va undan 2 ta nabira qolgan. Kelinglar deb qabul qildim, o'tirishdi. Nima xizmat? Domla bir masalada keldik. Mani umr yo'ldoshim yaxshi odam edilar, halol pok. Vafot qilib ketdilar, ko'p yillar bo'ldi. Men ham qarib qoldim. Umr yo'ldoshimdan ko'p mol dunyo qolgan, bir chiroyli, go'zal uy ham qolgan. Shuni men kichkina o'g'limga berdim. Yo, men badavlatman, akamga bering dedi. Akasiga, ukasiga sizlar olinglar desam, yo'q. Biz to'qimiz. Bizga hojatimiz yo'q. Singlimga bering. Singlingga ber desam, singlim opangga ber deydi. Opalar aytayaptiki, nabiralaringizga qoldiring. Nabiralarim bizga Xudo bersin, deyapti. Nima qilaylik deb kelibdi. Gapni qarang, o'zbekni qarang, musulmonni qarang. Men aytdim, hech bunaqa holat men bilmadim. Shuni sizga maslahatini so'ragani keldik. Agar rozi bo'lsanglar, bir maslahatim bor. Maslahatim 2 xil. Bu uyni sotib qanchaga olatsam va 300 ming, 400 ming dollarga oladi deyapti. Shaharda yetimxonalar bor. Qariyalar uyi bor. 10 mingdan bersanglar 40 tasiga yetadi. Buni savobini men til bilan gapirishimning iloji yo'q. Mabodo agar yetimlarga deb bersangiz, yo bir bog'chaga, yo shunaqangi bir yetimxonaga bering. Domla gapingizni qabul qildik deydi. Oradan bir oylar o'tgandan keyin kelishdi. Domla, mana bu masjidga ataganimiz, oz bo'lsa ham qabul qilasiz. Masjidni yo bu yoqqa ta'mirga ishlatasiz. Biz uyni sotdik 380 ming dollarga. Hammasini bo'lib berdik mahallada qavmi qarindoshlarga. Men bitta bayt yozdim. Ular haqqiga. Saodatdir haq yo'linda jon bersang. Jannat bo'lar bir g'aribga to'n bersang. Soya bo'lar bir muhtojga non bersang. Bir ochni to'ydirmoq hajdur yorollar. Bir ochni to'ydirmoq hajdur yorollar. Biz musulmonmiz. Alhamdulillah.